Yo, what's up? Nima gap? Nima gap? Bugun sizlar bilan ikkita mashinani test qilamiz. U mashinalar WKZ bilan M5 F90 bo'ladi. Hop. Bu WKZ 300 HP shift time qilinmagan. Xo'p, buni hozir qilishdan oldin sizlarga bitta maslahat bermoqchiman. Men bu oldi bamper, Keyin orqa bamperlar bor-ku. Ashuni ko'pchilik pastga tushadigan qilib qo'yadi-da. Keyin nima bo'ladi? aerodinamikaga xalaqit berib mashinani Asalashtirib qo'yadi. Shuning uchun nima bo'ladi? ya'ni pastroqni qo'ysalaring cho'pga uchadi degan maqsadda. Biz racing kartasiga kiramiz. Tomoqqa e'tibor bermaysizlar. Ovozim ancha o'zgarib ketdi, open budjet ovozga urib. Online kirsam, poyga o'ynash kerak, odam topish qilib ko'ramiz. Ingliz server kiraman. Mana kiryapti. M5 F90 ham racing kartada qilamiz. Odam topolmasam Cho'tam mashina asta yurib qo'yganman. chiqib kiraverikda. Cho'tam bunday bo'lmasdi. Ay, bilet. City kiribman. Bilet mashina meni qoldi. Tak. Cho'tdan bilet. Yo'lni chop qoldi. 603 kelish kerak-da borku. 603 tugul. Biringiz kerak. Kamida 7 kilo bo'lsa bo'lmasa. 609. Nifire bilan обновление ta'sirimi deyman. Lekin hali adashmasam iOSga обновление kelgani yo'q. Nicho qilish endi ko'p vaqt oladi. M5 F90. Jami mashinalar 180 ta. Agar mana shu videoga nima desam bo'ladi? 5 ta like yig'sanglar, akkauntni obzor qilamiz. Tomog'im bor-ku. O'zimni ovozim o'zimga yoqmayapti. Bu ham 300 sata. Shu 300 satalarda barisini Bu kollektor, ya'ni bu Ibrohim kepama qilib bergan. Adushe. Poygon. Nifika себе. Oldu. Bilet hamma mashina sotish uchun kelgan bilet. Selam anyone. Voy ona endi. bu City'da 2 kelish kerak adashmasam. 2 qizdirilmagan balonda. Poyga o'ynashim kerak ertaroq. Qo'y menga.
O'zim shuni qayerdan qilib olaman. Bu ham menimcha unchalik tez kelmaydi. Tab keladi u. O mashina og'irdi. 7-3. Armanli qazimagan balonni. Jigarlashuv bilan Videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Bitta men preview uchun rasm qo'yay. keyin Endi videoni tugataversam ham bo'ladi. Lekin men endi qanaqa mashina qilsak bo'ladi? Men preview uchun rasm olay. chiqsalar chiqib ketaveringlar. Lekin like bosib chiqib ketaylar bor-ku, arzimaydimi? Nice. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi.